ichki qismi, ya'ni ajdarho mevasi. Tamam. O'zbekistonda bu mevaga o'xshaydimi? Bugun jiyanim bilan hozir Xitoyda Dragon Fruit degan, ya'ni shu ajdarho mevasi degan mevani kesib ko'rmoqchimiz. Hozir yuvgandan keyin. Face Dragon. Chunki buning ikki xili bor. Bittasida ichi qizil bo'ladi. Ikkinchisida oq. O'shani farqi bor. Dragon Fruit. Endi kesib ko'ramiz, qanaqa bo'lar ekan. Deyam oq ekan. Nima farqi yo'q. Bundoq qilinadi. Chunki o'rtasidagi o'sha qatlam yeyiladi. Nima deganing yo'qmi? Qo'shib oldim yeb ko'rchi? Tamam. O'zbekistonda bu mevaga o'xshaydimi? Ichida nimalar? Xuddi siranaga o'xshaydi o'rtasidagi. Shaftoliyami? Qaysiga o'xshash? Food experiment videomiz tugadi. Mana Dragon Fruit'ni ichki qismi, ya'ni ajdarho mevasi.